Prezidentimizning 2025-yil 25-iyuldagi davlat organlari va tashkilotlarida ijro intizomini yanada mustahkamlashning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni bilan hujjatlar va topshiriqlarni o'z vaqtida bajarmaslik uchun rahbarlarning shaxsiy javobgarligi oshirildi. Ijro intizomi monitoringi esa elektron platforma orqali kuzatib borilmoqda. Ijro intizomiga rioya etmagan mansabdor shaxslarga nisbatan intizomiy jazo choralari qo'llanilyapti. O'tgan yil boshlangan ushbu amaliyot bugun samara bermoqda. Bu borada sustkashliklarga yo'l qo'yilishining oldini olish maqsadida mas'ullarning ijro intizomini ta'minlash bo'yicha yangi tartibda ishlash ko'nikmalari oshirilib borilmoqda. Xonqa tuman hokimligida ijro intizomi samaradorlik omili mavzusida tashkil etilgan o'quv seminariga tumandagi idora va tashkilotlar rahbarlarining o'rinbosarlari murojaatlar bilan ishlashga mas'ul xodimlar taklif qilindi. Yig'ilishda dastlab tumanda qonunlar, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti va hukumat hujjatlari ijrosi, fuqarolar murojaatlari bilan ishlashning ahvoli tanqidiy muhokama etildi. Yo'l qo'yilayotgan kamchiliklar ko'rsatib o'tildi. Shuningdek, yig'ilganlarga ijro intizomi to'g'risidagi tegishli ma'lumotlarni veb sahifalarga joylash va ijro muddatlari bo'yicha belgilangan tartiblar batafsil tushuntirildi. Tuman hokimligi davomida ham 2025-yilda yuqori turuvchi organlar, vazirliklar va idoradan va mahalliy davlat hokimlik organlaridan bir qancha hujjatlar kelib o'tdi va jami 2025-yilda bizada ijro tizimi orqali 7102 ta hujjat nazoratga olindi va shu hujjatlar asosida 6348 ta hujjat nazoratga olinib ijroga qaratildi va shu ijroga qaratilgan hujjatlardan 6348 tasi o'z muddatida bajarildi va bu ko'rsatkichlarimizni yaxshilash uchun seminar davomida bizni qiynayotgan savollarga batafsil javob oldik. Seminardan ko'zlangan asosiy maqsad davlat organlari, tashkilotlari va ularning mansabdor shaxslari tomonidan ijro intizomiga to'liq rioya etilishini ta'minlash, murojaatlarning samarali ko'rib chiqilishini yanada yaxshi tashkil etishga ko'maklashishdan iborat bo'ldi. Bizning Xonqa tuman maktabgacha maktab ta'lim bo'limida ham fuqarolarning murojaatlari bilan ishlash samarali yo'lga qo'yilgan. 2025-yil 1-choragida 100 ta murojaat kelib tushgan bo'lsa, bu yil 2026-yil 1-choragida 80 ta murojaat kelib tushgan. Bu fuqarolarning murojaatlarini ijobiy hal etishda yaxshi ko'rsatkichlarga erishmoqdamiz. Bugungi seminardan olgan bilimlarimizni faoliyatimizni keyingi davomida qo'llab, yanada fuqarolarning murojaatlarini ijobiy hal qilishga erishamiz. O'quv seminarida ishtirokchilarga xizmat vazifalarini bajarishda yo'l qo'yilgan kamchiliklar, ijro intizomiga rioya etmaslik holatlari hamda berilgan topshiriqlarni muddatida va sifatli bajarishda ko'riladigan ma'muriy choralar tushuntirildi. Ta'kidlanganidek, ijro intizomiga qat'iy rioya etish davlat boshqaruv samaradorligini ta'minlashning eng muhim omili bo'lib, bu borada barcha rahbar va xodimlardan yuqori mas'uliyat, intizom va fidoyilik talab etiladi.